Assalomu alaykum hurmatli briefing ishtirokchilari. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lganlarimiz 2025-yil yakunlari va asosiy natijalar, bajarilgan ishlar bo'yicha ko'rsatkichlar hamda aholi murojaatlari bilan ishlash, fuqarolar bilan ochiq muloqotlarni tashkil etish bo'yicha ma'lumotlarni berib o'tmoqchiman. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining xizmatlar sohasini barqaror rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlar yaratishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida 2025-yil 27 fevral kunidagi 78-sonli qaror ijrosini ta'minlash maqsadida qurilish sohasidagi litsenziyalarni inson omilisiz onlayn tarzda berishni yo'lga qo'yish yuzasidan takliflarni tayyorlash va taqdimot qilish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilishi nazoratga olingan. Shuningdek, Yangi shahrida nogironligi bo'lgan shaxslarga sport bilan shug'ullanishlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratish maqsadida infratuzilmani moslashtirish yuzasidan qurilishi rejalashtirilgan workout, universal, streetball maydonchalarini nogironligi bo'lgan shaxslarga moslashtirish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Qurilish sohasiga oid yagona ma'muriy reglamentlarni tasdiqlash to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 20-apreldagi 200-sonli qaroriga asosan foydalanishga ruxsatnoma berish, loyiha smeta hujjatlarini kelishish, ma'lumotnoma snos, binoning fasadini o'zgartirishni kelishish, obyektni qayta ixtisoslashtirish va rekonstruksiya qilish uchun ruxsatnoma, ko'chmas mulkni bo'lish, ko'chmas mulkni birlashtirish bo'yicha Davlat xizmatlari markazi orqali aholidan kelib tushgan arizalarga o'z muddatida kechiktirilmasdan xulosalar berilayotganligini ma'lum qilamiz. Hozirgi kunda o'zboshimchalik bilan egallab olingan yer uchastkalariga hamda ularda qurilgan binolar va inshootlarga bo'lgan huquqlarni e'tirof etish to'g'risidagi 937-sonli qonunga asosan ishlar jadallik bilan olib borilmoqda. Undan tashqari, aholi murojaatlari bilan ishlash yuzasidan bizning qurilish bo'limi tomonidan bir qator ishlar amalga oshirildi. 2025-yil yakuniga qadar. Bunda qilingan ishlardan asosan kommunal sohasida kuz-qish shtablar tashkil etilib, unda ko'p qavatli uylardagi muammolarni bartaraf etish, undagi ayrim uylarni tom qismi, podest qismlarida, keyin ko'p qavatli uylarning ayrimlarida podval qismlarida muammolar bo'lganligi sababli bir qator murojaatlar kelib tushgan va bu murojaatlarning barchasi ijobiy hal etilgan. E'tiboringiz uchun rahmat.